Muallim keldi. Ko'rinmaslikning kuchi. Bir kuni mashinamni yuyg'izish uchun ittifoq yo'ldagi mashina yuyg'izish o'rniga keldim. O'ylamagan edim bu joyda Muxtar Buxra akamni uchratib qoldim. Salomlarimiz boshqa kishilarga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, suhbatlarimiz uncha oddiy bo'lmadi. Muxtar akam mendan yilonni o'z ko'zim bilan ko'rib baqmaganligimni so'radi. Men bir qitim dadamning do'stlar bilan suv yilini tutib kavob qilib yeganini ko'rganligimni aytib berdim. Orqadan u yilonning qanday ovlaydiganligini bilamsan deb so'radi. Men beshimni chayqadim. Yilon har qitim ovlashdan burun ichiga tugilib jim turib oladi deb javob berdi. Xuddi bozorda ma'lum mahsulot ozayib ketsa, uning qiymati yuqorilab ketgandek, nom obro'y ma'lum darajaga yetganda kishilar ko'zdan bir mazgil yo'qlamoq lozim. Bundaq bo'lmaganda kishilarning ko'zi bizni ko'rishga odatlangan kundan boshlab, ularning bizga bo'lgan hurmati suslab ketdi. Muhabbat o'yindimi shunday. Oshiqning endi doim ko'rinib turish, uningda bezorlik shakllantirib qo'ydi. To'g'ini tunji ko'rgan kishi qo'rqib kechib ketdi. Ikkinchi qitim ko'rganda yiqilishib qoldi. Uchinchi qitim kelganda bo'lsa, to'g'ining bo'yniga sirtmoq soladi. Kishilik munosabatda albatta orliq saqlamoq lozim. Doim hamma joyda ko'rinib turishning jalb qilish kuchini ojizlashtirish roli bor. Napoleon dal bu xil qonuniyatni his qilgan kishi. U bir qitim do'stiga yozgan xatida agar men doim teatrxonaga borsam, kishilar menga diqqat qilishdan to'xtaydi degan edi. To'g'ri. Xuddi oilda mashhur shaxs mavjud bo'lmagandek, kishilarning seni ko'raman deb ko'ralishi, so'zlashiman deb so'zlashalishi sening ularning nazaridagi o'rningni to'vallatib etadi. Uyg'urlardagi yiroqdagi molla, damolla degan gapning ma'nosi dal mushudir. Chunki u yiroqda bo'lganligi uchun kishilarning nazarida kuchli tuyuladi. Agar o'lib ketgan bo'lsa, u holda avliyolashadi. Kishilar o'zi bilan davrdosh va hayotidagi kishilarni e'tirof qilishni xohlamaydi. Qanday qilganda nom obro'yni qo'g'dab qog'ili, shundaqla kishilik munosabatni yaxshi saqlab qog'ili bo'ladi. Muallim keldi. Bir kuni qirg'oqda kuzatchilikda turayotgan bir qarovul Iroqdan bir narsaning kelayotganligini ko'rib, "Paroxod kelyapti. G'oyiz zo'r urush paroxod kelyapti" deb baqirib ketibdi. 5 minutdan keyin u narsa yaqinlashgan sari u qarovul, "Yo'q, paroxod emaskan, odamlar bilan liq to'lgan kiyim ekan" debdi. Ondan texim yaqinlashgan sari, "Yo'q, u asli bir tashlandiq, yog'och sandiqkan" debdi. Eng oxirida bo'lsa, uning laylab yurgan keraksiz yog'ochlar ekanligini bilibdi. Men bak ko'p kishilarning mush hikoyaga o'xshash Iroqdagi narsalarni ulug'lab, o'ziga yaqin narsalarni qadrsiz ko'rganligini ko'rgan. Mana bu sen diqqat qiladigan qoida. Ya'ni o'z yaqinlaringga eng yaxshi muomala qil. O'z yaqinlaringni eng cho'ng bil. Boshqalardan bo'lsa, muhabbatingni oyima. Biroq ba'zida ularga Iroqdan ko'rinishni bil. Biz quyoshning nemishga cho'ng bilamiz. Chunki kechida biz uni ko'ra olmaymiz. Bulut kelganda, yomg'ir yoqqanda uni seg'inamiz. Agar quyosh kechimi, kunduzmi davomli nur chachgan bo'lsa-di, kishilar uningdan bezor bo'lgan bo'ladi. Kechidagi yulduzlar 100 yilda bir qatim osmonda paydo bo'lgan bo'lsa-di, kishilar uningga talmurib qarab ketadi. Dangliq odam bo'ldim deb hamma yerda qatrab yurma. Bo'lmasa qaltis gaplaringmi oddiy anlanib qoladi. Pat-pat yo'qliging orqali barlig'ingning qimmatini kishilarga tuntib qo'ymoqing lozim. Kishilar o'ziga yaqin, ko'zga ko'p ko'rinadigan narsalarga uning haqiqiy qimmati bilan hisoblashmasdan arzon baho qo'ydi. Buni kishilarga tushuntira olmaysan, o'zgartira olmaysan. O'zgartirilmagan ekansan, uningdan saqlanmoqing lozim.
ishga emas. Kuz fasli edi. Yo'llarda shamolning bahonasida yerga o'ylashmayli tushgan yopirmoqlar. Yo'q, g'azanlar o'z taqdirini saqlab yotadi. Ularning qalaymaqan holati men o'rgangan geometriyalik shakllarning hech qaysisiga o'xshamaydi. Ularni faqat qalaymaqan degan so'z bilan tasvirlashga bo'ladi. Yupurmaqliq hayotini oxirlashtirgan bu g'azanlarning o'ttirsida turib, o'zimni qiyirib ketganda his qildim. Odam hech ish qilmay jim tursimi qiyirib ketishi menga sal adilsiz tuyuldi. Hamma odamning kuz fasli bo'ladi. Turmushi qalaymaqan bo'ladigan. Shundaqla san-sanoqsiz tanlashlar orasida qoladigan vaqtlari bo'ladi. Chataq yeri ma'lum bir tanlashni qaror qilganda tanlamagan yana bir tanlash to'g'ridek tuyuladi. Natijada o'zi tanlagan avvalgi tanlashning xato ekanligini isbotlashga boshlaydi. Yerda sunaylab yotdim. G'azanlar meni jasad deb qolgan chig'i ustimga tushishga boshladi. Qaysi ishni qilishni, qaysi ishni qilmaslikni, qaysi yo'lda menishni, qaysi yo'lda mangmaslikni bilamay gangrash ichida qolgan bu qalaymaqan hayotimni qanday ratlashim kerak? Muallim bir ish dedi-da g'oyib bo'ldi. Bir ish? Ishga emas, shundaqmi? Sanskrit tilida davoit degan bir so'z bo'lib, ishga emas degan ma'noda. Tuyuqsiz balaliq davrim esimga keldi. Mahallamizning o'ttirsida bir kichik daraxtlik. Uning o'ttirsida ikki tup o'rik daraxti bor edi. Birini tuklik, birini yog'lama deb ataydik. Gerçi bu bir o'rik daraxti bo'lsa-mu, biror qitim pishgan o'rik yeginim yodimda yo'q. Daraxtdagi o'riklar g'o'ra holatiga kelganmayla, mahalladagi men boshliq yovvoyi g'azlar pidoilar tarafidan yeb tugatiladi. Anglashlarga qaraganda qo'shnimiz Bahargul ocham bir qitim pishgan o'rikni yeb baqqan ekan. Mijit akamning o'g'li Mardan, Mehmetjonning inisi Mahmudjon, Bahargul ochamning balasi Asqar, Nurbiyaning akasi Sadir, Anvar Qara, İlyas va İlya qatorliqlar men bilan doim birga o'ynaydigan yovg'az pidoilarning a'zolari edi. Biz doim bir ish qilatdik. Mahallamizda uy silish uchun akelgan xishlarni ratlik holda tik qilib, yilon shaklida tizatdik. Ondan birinchi xishni o'riganda boshqa xishlarning hammasi tartib bilan birdan o'rlatdi. G'azanlar ichidan turib ketdim. To'g'ri. Bu dal domino effekti emasmi? Dedim ichimda. Barliq xishlarni o'rish uchun faqat bir xishni o'rsak yetarlik. Amaliyotda birinchi xish o'rilganda o'zidan ikkisi cho'nliqdagi xishni o'rib yetalaydi. O'xshash prinsip bo'yicha ikkinchi xish o'rilganda umi o'zidan ikki hassa cho'nliqdagi xishni o'rib yetalaydi. Musha bo'yicha hisoblab chiqqanda 18-xishning cho'nliqi Italiya Pisa Yanto munarining egiziga teng keladi. 31-xish bo'lsa Jumlama cho'qqisining egiziga to'g'ri keladi. Muallim keldi. Sen hayotingda hamma ishni qila olmaysan, biroq har qanday bir ishni qila olaysan. Ashu bir ishni qilganing hamma ishni qilgan bilan barobar. Tunji bir xishni o'rib tashlay olsanglar, qolganlari o'zligidan o'rildi. Qarang'i hayotingdagi bir tal shamni yo'ritsanglar, qolgan 3 shamlarni ko'ra olaysan. Hamma ishni birla vaqt qilaman deyish hech qilmaslik bilan barobar. Kishilar ko'p utuqlarni qozonish uchun ko'p ishlarni, cho'ng ishlarni qilish kerak deb o'ylaydi. Amaliyot dal aksicha. Sen ko'rgan g'oya zo'r utuqlar dal sen ko'rmagan, hatto ko'rishni xohlamaydigan kichik utuqlardan kelgan bo'ladi. Jungoda tumanning chaqirimlik safar bir qadam bilan boshlandi va bir qadam bilan oyoqlashdi degan gap bor. Kichik ishlarni kichik ko'rma. Muhim narsalarning cho'ng ko'rinishi, cho'ng ko'ringan narsalarning muhim bo'lishi notayin. Bambukning oldingi 4 yilda oram 5 sm o'sib,
5-yilda biroqli 2 metr o'sdiganligini unutib qolma. Kelgusingni bekitolmaysan, biroq odatingni belgilayalaysan. Odating kelgusingni belgilaydi. Hayotiy qalayimqonchilik kirib qolmaydigan bir odam yo'q. Ba'zilar bir ish orqali hammani radlaydi. Ba'zilar bu qalayimqonchilik dengizga cho'kib g'arq bo'ladi. Odam suvga tushib ketganlik uchun emas, suvdan chiqolmaganlik uchun tunjiqib o'lib qoldi. Suvga tushib ketmaydigan odam yo'q, chiqolmaydiganlar bor. Başlashning to'g'ri paytini kutma. Başlashning xato vaqti yo'q. Kechiktirishda mo'l usul yo'q. Navoda tanlashing xato bo'lib qolgan bo'lsa, xato uyga kirib qolgan bo'lsang, bu mayli. Xato uyga kirib qilish eshikning oldida kiraymi, kirmaymi deb ikkilinib, mangu turgandan afzal. Kim biladi? Osh xato uyda sen izlagan narsa bo'lmagan bilan sen muhtoj narsa topilib qolamdi. Ustoz choy qaynatayotgan shogirddan choy qaynashga oz qolganda o'tinning yetishmaydiganligini bayqasang, qanday qilsan deb so'radi. Boshqalardan oret olaman yoki setib olg'ili bozorga boraman deb javob berdi shogird. Ustoz uningga "Nemishqa chaynakdan ozroq suvni to'kib ichishni o'ylashmaysan?" Angla Ali, hayotda o'rganish qiyin, biroq zurur bo'lgan yana bir qobiliyat bo'lsa, voz kechishni bilishdir. Chunki voz kechish erishishning oldingi sharti. O'zidan halqish. Qo'limizni qiziq suvdan elib, ilmon suvga chilasak, qo'limiz sovuq his qiladi. Bu psixologiyada selishtirma effekti deb ataladi. Bu xil psixologik hodisani bir qism kishilar to'g'ri biladi. Ular o'zining o'tkazgan ba'zi xatoliklari tufayli ayblanishdan saqlanish uchun uningdan cho'ng xatolik sodir qiladi. Uningdan boshqa savdogarlar mollarga avval intayin yuqori baho qo'ydi. Ondan aslidagi bahoga tushganda xaridor bu molni bekorga olgandek his qiladi. Taraqqiyot jihatdan qiziq hisoblanadigan Yaponiyadan ilmon hisoblanadigan Koreyaga kelib, o'zimni to'ng'igandek his qildim. Odamlarni to'liq ko'rib zerikkan bo'lsam kerak, tuyuqsiz hayvonotlarni ko'rish xiyoli bilan Koreya Seul hayvonotlar bog'chasiga kirdim. Tunji bo'lib ko'rgan hayvon yo'lbars bo'ldi. Kichik vaqtimdan tatibla yo'lbarsga alohida mehrim bor edi. Biloki she'rlarda yo'lbarsning kuyayotgan o'tqiz simvol qilinishi. Chestertonning yo'lbarsni qo'rqinchli latofatga ega deb tasvirlashtirishni yoqtiraman. Jangal qomusi nomli kitobdagi yo'lbars Sheri Xaqonning bosh personajning dushmani ekanligini o'qigan vaqtimda ko'nglim shundoq yerim bo'lgan edi. Kichik vaqtimda har qitim mahallamizdagi Ilyasdan tayoq yegan vaqtlarda yo'lbarsga aylanib, uni yavitishni tasavvur qilishga ulgurgan edim. Balliq davrimdagi yo'lbars bo'lish orzuim cho'ng bo'lgandan keyinki ovchi bo'lish orzuim bilan ilham ziddiyatli tuyg'u paydo qiladi. Bu xuddi nurg'un kishilarning kichik vaqtida cho'ng bo'lish orzusi bilan cho'ng bo'lgandan keyinki balaliq davriga qaytish orzulari ziddiyatlashgandek bir xil g'alati beorom tuyg'u. Bu xil beoromchilikdan qachish uchun osmonga qardim. Bir to'p qush uchib ketib boradi. O'z-o'zimdan qushlarning soni aniqmi emasmi deb so'radim. Bu masala mening mavjud bo'lish yoki bo'lmasligim bilan munosabatli edi. Agar men rostilla mavjud bo'lsam, qushlarning soni aniq bo'lishi kerak. Mavjud bo'lmasam, qushlarning soni faqat bir xiyoliy tuyg'u xolos. Mening ko'ginim birdan ko'p, 10 dan oz qush. Biroq men aniq holda 9 ni, 8 ni, 7 ni, 6 ni, 5 ni, 4 ni, 3 ni, 2 ni ko'rmadim. Men faqat 10 bilan bir o'tirishdagi sonliq miqdorga ega qushlarni ko'rdim. Matematiklar 3 qo'shilgan 1 bo'lsa 4 ning boshqacha otilishi deb qaraydi. Demak, bu nuqtadan elib aytganda mening ko'ginim aniq bir son. Ya'ni bu son bo'lsa 9 emas, 8 emas, 7 emas, 6 emas, 5 emas, 4 emas, 3 emas, 2 emas deb atiladigan bir son. Hanim bo'lsa mavjud ekanman deb o'yladim. Bu qalaymaqan o'ylarimni birasining his qilib qilishdan ansirab bu yerdan tezda ayrildim. Uzun o'tmayla diqqatim oldimda ketib qolgan bir toshbaqaga tushdi.
Men azaldan toshbaqini yoqtirmayman. Koreyaliklar orasiga keng tarqalgan "Manga o'sh bo'lsang, mendan eshib ket" deydigan maqol tamsilning ruhiga asosan uningdan eshib ketmoqchi bo'ldim. Biroq 10 metr oldimdagi bu hayvondan eshib ketish uchun avval uning yerimi bo'lgan 5 metrni besib bo'lishim kerak. 5 metrni besib bo'lish uchun uning yerimi 2,5 metr oraliqni besib bo'lishim kerak. 2,5 metrni besib bo'lish uchun uning yerimini besib bo'lishim kerak. Mushu bo'yicha hisoblaganda 2dan 1, 4dan 1, 8dan 1, 16dan 1, 32dan 1dan iborat bu cheksiz davomlashgan oraliqlarni mangu besib bo'lolmayman. Nihoyat aniqki, bu toshbaqidan mangu eshib ketolmayman. Birdan bir aşağılaydig'inim bo'lsa, o'zim xolos. Kallamdan iborat bu shaxmat taxtasida rakurub qilgan vaqt kelgan bo'lsa kerak. Xiyolimdagi bu qalaymaqan ziddiyat to'qinishlardan qutulish uchun Koreya Xiyanga she'rlarini naqsh tekst qilgan bir larza naqshini tinchig'ash bu yerdan ketib qoldim. Sen bir daraxtning yanida gar yo'pirmoqqa qarsang, shuncha qalaymaqan, shuncha ojiz. Gar daraxtning g'o'liga qarsang, shuncha mustahkam, shuncha oddiy. Muallim keldi. Angla Ali, sen başqalarını kallangdan chiqirib et. Başqalar bilan baslashish o'zingning soyisi bilan baslashganlik. Haqiqiy baslashadigan odam tunugungki sen. Bugungi sen, tungungi sendan eshib ketsila qutuq degan shu. O'zdan alqan odam dunyodan alqiydi. U hayot odamdir. Tuxum ichidan chiqilgandala hayotlik paydo bo'lgandek, odam xuddi tuxumning shaklidek uni qo'g'dash qiyofatiga kirib olgan, hozirgi mendan bo'sib chiqib ketilgan vaqtida u qayta tug'iladi. Oldindagi odamni tortib tushirib, uningdan igizdek his qilish aqmaqlarning o'zini aldash yo'lidir. Oldindagi, yeningdagi, hatto orqangdagi barliq ishlarni ilgirlashga rag'batlantir. Ularni rag'batlantirish o'zingni rag'batlantirganlik bilan barobar. Ularni ilhomlantirish o'zingni ilhomlantirganlik. Biroq o'zingga kelganda boshqalarning ilhomlantirishini saqlab turma. Ular hozircha undaq qila olmaydi. Natija va sabab. Bu vaqa ma'lum bir sayshanba kuni yuz berdi. U kuni men o'quvchilarga benormal psixika to'g'riliq so'zladim. Dars oxirlashay deb turganda Madina ismli bir qiz mendan: "Muallim, bayotdan beri bizga benormal psixikaga ega odamning qanday bo'lganligini so'zlab berdingiz. Hamda normal odamning qanday bo'lganligini so'zlab bera olasizmi?" deb so'radi. Men bir oz o'ylangandan keyin hozirgacha undaq odamni uchratib baxmabdiman. Biroq xotirjam bo'ling, normal odamni uchratgan hamon biz uni davolab etamiz deb javob berdi. Hammaylar faraqida kulishib ketdi. Darsdan tushibla ruhiy kasalliklar doktorxonasiga bordim. Ig'ir kasalliklar bo'limiga kirishimga 40 yoshlar chamizdagi bir cho'ng bola bigiz barmoqi bilan ko'zni ko'rsatdi. Bu xil ishorat inglizlarning orasida "sen yolg'onchi" degan ma'noda keladi. Diqqatimni eng tatqini bo'lsa, birovni to'xtamay, "Ishning bolasi, sen bo'lmagan bo'lsang" deb tillayotgan bir ayol bo'ldi. Kasalxonadagi bu kishilarni zonglik qilish o'ng'ay. Bu hamma odamning qo'lidan keladi. Biroq men ularni tushunishga tirishdim va tirishyapman. Heliqi ayol to'xtamay tillayotgan kishi dal uning yo'ldoshi edi. U o'zining barliq baxtsizligini, shundaqla bugungi holga tushib qilishiga ashu sababchi. O'zini bo'lsa ashu erning shundaqla taqdirining ziyonkashligiga uchirdim deb qaraydi. Ziyonkashlikka uchirg'uchidan iborat bu kimlik uning salohiyatiga singib kirgan edi. Acaba bu ayolning baxtsizligiga haqiqatan eri sababchimi? Muallim keldi. Efendim bir kuni bir uyning yendan o'tib ketib borganda, o'g'zida ishlayotgan biraylar uning salom qilaman deb ihtiyotsizlikdan yiqilib efendimning ustiga tushibdi. Natijada efendimning beli sunib ketibdi. Belini tengib o'yda yotgan efendim, "Tova,
ögüzden yıkılgan odam qo'shnam tursa, bili sungan kishi men apandim bo'lib qolganim qiziq ishda deb o'ylabdi. Oddiy sabab natija munosabati bo'yicha o'ylashganda, asli bili sungan odam dal ögüzden yıkılgan odam shu bo'lsa bo'ladi. Aksicha bili sungan odam apandim bo'lib chiqdi. Angla Ali. Odat kishilar har qanday bir natijani sabab keltirib chiqirdi deb qaraydi. Amaliyotda natija sababga muhtoj bo'ladi xolos. Biroq vaqtning xato tuyg'u paydo qilish sababidan sabab avval, natija keyin bo'lishdek ilgari keyinlikni shakllantirdi. Odam azaldan har qanday bir ishga tushuntirish talab qilganlik uchun yuz bergan ishlarni ma'lum sababga bog'lab tushundu va tushuntirdi. Bir kunning o'zida bir odamning 5 sezgu a'zosiga uchraydigan uchurlardan tuzilgan reallik taxminan 400 milliard gigabaytga to'g'ri keladi. Biroq odamning qabul qildig'ini bo'lsa, faqat 2000 gigabayt bo'ladi. Bu shundan derak berdiki, garchi reallik cheksiz bo'lsa-mu, kishilar bu cheksizlik ichidan o'zining kallasidagi dunyoga mos keladigan 2000 gigabayt uchurni tanlab oladi. O'tmish deb atiladigan cheksiz aslimlar ichidanmi o'xshashli o'zining bichorligini isbotlaydigan intayin oz bir qism uchurni aslaydi va ishindi. Amaliyotda tartuq jarohatdan burun, jarohat zarbidan burun yuz berdi. Mundaq qilib aytganda, tartuq jarohat orqali, jarohat zarb orqali o'zini tushundirdi. Apandimning beli sunish uchun birovning o'g'izini yiqilib tushiga muhtoj bo'ladi. Shundaq deyishga bo'ladiki, bu ayolning baxtsizligi bilan bu ayol to'y qilgan yiliq erning qilch munosabati yo'q. Bu ayol to'y qilishdan burunla dadisining oiz zo'ravonlik tufayli o'zini ziyankesh uchirg'ichi deb bekitib bo'lgan. İnsan öz to'qib olgan hikoyada ziyankashlik uchirg'ichining rolini o'taganda bu hikoyani saqlab qolish uchun hikoyadagi ziyankashlik qilg'uvchilarni mangu tugatmaydi, saqlab qoladi va uzluksiz yoritib chiqadi. Men bo'lsa, mushu rolni o'ynash orqali mavjudlikni saqlaydi. Albatta, bu hikoyaga o'zini va boshqalarni ishontirish uchun sabab natija munosabatidan iborat bu xurofotlikqa mangu petib qoladi. Önümsüz sayahat. Bu vaqa avgustning bir kuni Qanasda yuz berdi. Men bilan sayohatga kelganlarning ichida g'olji chaqchaqchisi Ro'zaxonmi bor edi. Yo'l bo'yi ular Qanasdagi g'alati maxluq to'g'risida so'zlashdi. Har bir so'zlagan odam bu sirliq g'alati maxluqni tasvirlaganda bir ikki tafsilotlarni qo'shib qo'yadi. Albatta hammamiz boshqalarning ko'p narsani biladiganligimizni isbotlashga muhtoj. Qanas rastli go'zal edi. Kishilar davatgan g'alati sirliq maxluqning amaliyotda Qanasning o'zi ekanligini ular mangu bilmaydi. Kashda Ro'zaxon bilan men bir yotoqqa taqsim qilindik. Taq turuqi odatlikcha, bilim qurilmasi odatlikcha, hatto aytgan yumorlarimi odatlikcha bo'lgan bu bolaning odimiylik fazilati boshqacha edi. Suhbat jarayonida u tilga olgan taxminan 20 necha kishining hammasining yaxshi gapini qilish albatta odatdagi odamning qo'lidan kelmaydi. Yanfonimning to'ki oz qolganligini bayqab, uning to'q qachilug'ini so'ray deb turishimga, u yanfoniga to'q qachilashga tamshalgan edi. Xuddi uningdan to'q qachilug'ini so'raydiganligimni bilgandek, Ro'zaxon menga "Telefonimning to'q xeli bor, sen ishlat adash" dedi va to'q qachilug'ini pardada suvxonaga kirib ketdi. Mushu oraliqda uning telefoniga uchur kelganlikdan yo'rib ketgan ekranga ixtiyorsiz ko'zim tushdi. Uning batareyasi 1% to'q qolganligini ko'rsatib turadi. Tuyuqsiz do'stlar chamberkimga yo'llagan bir jumla yodimga kelib qoldi. Haqiqiy do'st deganimiz oshxonada bir kishilikli poloning borligini bilib, polo bilan xo'shim yo'q deyalaydigan kishi. Kash bo'lganda u meni zerikib qolmasin dedi bo'g'ay, kasbing bu munosabatlik bir yumor yetib berdi. Bir kuni biraylan Hesam akamdan psixikasi sog'lom bo'lgan odam bilan sog'lom bo'lmagan odamni qanday ayiramiz deb so'rabdi. Hesam akam o kishiga ikki odamni 20 qavatlik binoning ustiga ep chiqib ishtirib etamiz. Yagi tushkicha o'lib bo'ldig'ini psixikasi nachar kishi. Ustidan tushib 10-qavatga kelganda
hozircha hamma ish joyida deyaligini bo'lsa, psixikasi sog'lom kishi deb javob berdi. To'g'ri. Nurg'un kishilar yerga tushmay turib o'lib qoladi. Texi yuz bermagan, shundaqli yuz berish ehtimolligi intayin to'ban ishlardimi ziyoda ansiraydi. Bu xil ansizlik asta-asta ularning odatiga aylanib, harg'inlikqa patirib qo'ydi. Men bilan birga sayohatga chiqqan kishilarning ba'zilari qandaqdir kelgusidagi g'am andishlarga petib qolgan edi. Sayohatga berishga qancha oldirgan bo'lsa, qaytishga ham shuncha oldiravotadi. Sokratdan biraylan, men sayohat qilib nurg'un shaharlarga bordim. Biroq nima uchun hech bir xushallik topolmayman deb so'raganda, Sokrat uningga: "Sen qayerga borma, kallangni o'zing bilan birga elib olgan tursang, xushal bo'la olasan mumkinmi?" deb javob bergan ekan. Balkim bu kishilar o'rin almashtirishga emas, kalla almashtirishga muhtoj bo'lsa kerak. Muallim keldi. Biz reallikqa qaraganda tasavvurimizda bakrak azoblanamiz. Azob uqubatni mubolig'lashtirish, tasavvur qilish, hatto orzu qilish ko'pincha kishilarning odatiga aylangan. Bir yuan pulni yuttirib etib, ko'ngli yerim bo'lgan bu kichik qizni bazlash uchun dadisi bir yuan berib edi, uning texmi ko'ngli yerim bo'lib yig'lab ketdi. Dadisi nimish yig'laydiganligini so'raganda, u qiz: "Bayotinqi bir yuan pulimni yuttirmagan bo'lsam, hozir 2 yuan bo'ladi" deb javob berdi. G'am andishi bo'lsa, bor narsalarni yo'qotishdan, yo'q narsalarga erishishdan, aran ko'ngan hayotining o'zgarib ketishdan, ham shundaqla mangu o'zgarmay qilishdan kelib chiqadi. Mansibidan ayrilib qilishdan ansirgan bu amaldor endi qandoq bo'lar deganni to'la o'ylab, mansibidan ayrilib qilishdan burun ro'yidan arilib qoldi. O'g'lining uyiga qaytib kelishini saqlayotgan ana eng o'sal ahvolni tasavvur qildi. Toki o'lgicha balasining uyiga qaytib kelmasligidan ansirab o'tdi. Sen umid qilgan yaxshi ish va yuz berishdan ansirgan yomon ish baribir yuz bermaydi. Yuz bersimi, sen o'ylagan vaqtda yoki o'rinda yuz bermaydi. G'am andisha tutunga o'xshaydi. U hech qanday narsani istalmaydi va ko'ydirib yetolmaydi. Faqat ko'zingni echishtirdi. G'am andish ketib qolgan kishi xuddi tutunning ichiga kirib qolgandek hech narsani ko'ra olmaydi. Nimaning sen uchun yaxshi, nimaning sen uchun yomon ish ekanligini bilmaysan. Vaksina emlash uchun doktorning oldiga elib berilgan bu bola butun diqqati bilan qo'liga yangi sanjilgan vaqtdagi og'riqni o'yladi-yu, bu og'riqning boshqa nurg'un og'rishlarning oldini oldiganligini o'ylay olmadi. Odam o'zi bilmaydigan har qanday narsadan, shundaqla o'ziga tunish bo'lmagan har qanday narsadan va muhitdan qo'rqadi. Mush sababli o'zgarishlardan qo'rqadi. Shuni esingda tutishing kerakki, qarong'uda seni qo'rqitgan narsalar kunduzda kulgungni keltirdi. Tradigiya deb o'ylagan narsalar komediya bo'lib chiqadi. İnson azaldan yaxshilikdan qochib qutula olgan emas. Mushuni bilgan va ishonganingda tutun qayrilib ketgan vaqtlardimi yaxshi bo'ldi deyishni o'rganasan. Qarindoshning haqiqiy muhim qismi bo'lsa, uning tesh emas, balki ishidir. Odamningmi dunyo qoldirib ketgan izi uning teshidan emas, balki ishidan keladi. Qarindosh o'chirgich bilan yasaladi. Xat yozgan ekansan xatolik bo'ladi. Xatolikning ko'p bo'lishi yozgan xitingning ko'p bo'lishidan derak beradi. Xatolik sodir qilishdan qo'rqgan kishi xat yozishdanmi to'xtaydi. Xatolik bo'lsa, tabiatning insonlarga birdan-bir uyutish quroli. Yozganda pat-pat to'xtab yozsan, oldingda nima yozganingni bilmasang, keynida nima yozishni bilmay qolasan. Hayotingdimi pat-pat to'xtab orqangga qarashni unutma. Bu oldinga dodil qadam elishingga yordam beradi. Qarindosh va qarindosh. Maktab garchi bilim elishning oxirgi nuqtasi bo'lmasa-mu, biroq boshlanish nuqtasi bo'ladi. Dunyodagi katta ishlarning ko'pinchisi oddiy kunlarda yuz berdi. O kuni boshlang'ich maktab o'quvchilariga leksiya so'zlab berishga taklif qilindim. Kutib olish uchun chiqqan bir qancha o'qituvchilarning yo'l boshlashi bilan koridorga kirdim. Sinflarda bolalar imtihon beryotdi.
ularning jiddiy imtihon berayotganligini ko'rib, nimishqa doim savolga javob berishdan imtihon ilinib, javobga savol qo'yishdan imtihon ilinmaydi dedim. Atrofimdagilar kulishib ketdi. Bir o'quvchi uchun elib aytganda, savol so'rash bo'lsa, javob berishdimi muhim hisoblandi. Mundaqcha qilib aytganda, savol so'rash qobiliyati yarim aqlga barobar deyiladi. Meningcha, bir o'qituvchi tunji bo'lib o'quvchilarga savol so'rashni o'rgatish kerak. Savol so'rashni boshlagan hamon odam miyasi tafakkur qilishga kirishadi. Savol so'rash bo'lsa, odam miyasi uchun aniq bir nishonni bekitib berganlik bo'lib, miyadagi nerv hujayralarni qo'zg'ash va harakatlantirishdagi eng yaxshi usul hisoblanadi. O'quvchilar odatda o'qituvchilarning ularga bergan bilimlaridan bakarak, ularning xarakteri, yashash usuli va hayotidan bakarak yo'qimlandi. Daim o'quvchilar tarafidan maqtalinishni talab qiladigan o'qituvchilar layoqatsiz o'qituvchidir. Operatsiya ustida yotgan bemor qandaqmi doktorni maqtasin? Zalga kirdim. Boshlang'ich maktab bolalariga leksiya so'zlash men uchun bir qiyin vazifa edi. Ko'zim tuyuqsiz oldin tarafda o'tirgan bir o'quvchining partisi ustidagi qarindoshga tushdi. Va o'sha qarindosh orqali leksiyani boshlab ketmoqchi bo'ldi. Hammanglarning qarindoshi bormi? deb so'radim. "Ba!" deb birlikda vaqirashdi bolalar. Undaqda hammanglar qarindishinglarni menga ko'rsatinglar. Meni va atrofdagilarni hayron qoldirgani shu bo'ldiki, ular men o'ylagan xat yozish uchun ishiladigan qarindoshni ko'rsatmasdan, har birisining yonida o'tirgan saboqdoshlarini qarindosh sifatida o'maq barmoqlari bilan ko'rsatishga boshladi. Sinib jimjitlikqa cho'mdi. Bayatdan beri davomlashgan varamchiron tüpeyli o'zining mavjudligini ifodalamagan bir rangli chivinning g'ingshig'an ovozdan boshqa hech qanday ovoz anglanmaydi. Sinib mudiriga qaradim. O'quvchilarning bergan xato javobidan faxrlangan u chiroyli xonim xijil bo'lib yerga qarab oldi. "Javobinglar intayin to'g'ri bo'ldi. O'zinglar ko'rsatgan qarindishinglarni mangu qadrlanglar. Endi biz sizlar mangu yo'qotishga bo'lmaydigan yana bir qarindosh to'g'risida so'zlashaylik," dedim-da, qo'limga bir tal qarindoshni oldim. Sizlardek vaqtimda buvam topshiriq ishlayotganligimni ko'rib, yenimga keldi-da, "Balam, to'xtamay qarindosh bilan bir narsalarni yezyapsan. Biroq o'zing davomli ish yiltadigan o qarindoshning sana nimalarni demoqchi bo'lganligini bilamsan?" deb so'rdi. Men gangirash ichida beshimni chayqadim. "Buvam," dedi. "Qarindoshning haqiqiy muhim qismi bo'lsa, uning teshi emas, balki ichidir. Odamning bu dunyoga qoldirib ketgan izi uning teshidan emas, balki ichidan keladi. Qarindosh o'chirguchi bilan yasaladi. Xat yozgan ekansan, xatolik bo'ladi. Xatolikning ko'p bo'lishi yozgan xatingning ko'p bo'lishidan derak berdi. Xatolik sodir qilishdan qo'rqgan kishi xat yozishdan to'xtaydi. Xatolik bo'lsa, tabiatning insonlarga birdan-bir o'gitish quroli. Yozganda pat-pat to'xtab yozsan. Oldida nima yozganingni bilmasang, keyinda nima yozishni bilamay qolasan. Hayotingda pat-pat to'xtab, orqangga qarashni unutib qolma. Bu oldinga dadil qadam ilishingga yordam qiladi." Hikoya oxirlashganda o'quvchilarning ko'zidan mamnunlikni his qildim. Men uchun ularning hikoyani tushunishi menga chavoq chelishdan muhim edi. Mana bu bir odatli kunda men ularga qarindoshning bizga nimalarni o'rgatadiganligini deb berdim. Ular menga qarindoshning nima ekanligini aytib berdi. Mukammallik va mukammalshunoslik. Avgustning ma'lum bir kuni bir to'p bolalar bilan janubiy toqqa yetib keldik. Odam to'pi bilan liq to'lgan bu manzara menga uch xil xushallikni ato qildi. Sap havo, kollektiv hissiyot va odam harakatining muddosizligining go'zalligi. Ko'z oldimdagi bu manzara to'liq mukammal edi. Biroq Joyce'ning kitobi tayyorlik yo'q o'qirmanlar uchun intayin qalaymqon tuyulgandek, bu xil mukammal go'zallikni his qilish uchun
ko'zning ravruz tayyorligi bo'lishi kerak. Shuhratparastlik tarafidan untig'oqlikqa giribdor bo'lgan bu kishilar o'zini to'nib yetishdan qo'rqadigan tursa, bu tog'ning mukammalligini qandoqmi bilalasin? Sfinksning saqiliga o'xshash eqib tushgan shaqratlar yerga tushganda, uningdan qonqib chiqqan tomchi suvlar Sollo tabiatining cheksiz tartibsizligini aytib beryapti. Necha yüz minglagan odamlarning oyoq ostida qilibmi, yanada to'xtamay gullarni, hech bo'lmaganda yovu o't cho'plarni o'stirayotgan bu agri chig'ir yo'lning go'zalligini nima deysan? Tuz siziqning insonga agri siziqning bo'lsa, ilohga xos ekanligini ular qandoqmi bilsin? Yiroqlardan Herkulesga yordam bergan metal qo'zg'in bilan ajdarxoning siymosi ko'rinib turadi. Bu mukammallikdan huzurlanayotganimda do'stim Ibrohim bu manzaralardan qusur tepib qaqshashga boshladi. Uning dantlacha tirishchanligi meni ta'sirlantirsa-mu, hamma narsadan rozi bo'lmaydigan xuyi meni bearam qiladi. O'z yozgan she'rlarida reallikni doim unreal qilib ko'rsatishga tirishadi. Uning kayfiyati doim turaqsiz turadi. Odatda uning chiroyini ko'rmay turib, ovozini anglasa bir xil, ovozini anglamay chiroyi qarasa bir xil. Chiroyi qarg'ash ovozini anglasa yana bir xil ko'rinadi. Yozgan she'rlari xeli yaxshi bo'lsa-mu, hozirgacha birarsi o'ziga yarab baxmadi. Xuddi she'rlari o'ziga yaramagandek, o'ziga azaldan yarab baxmadi. Mundaqcha qilib aytganda, u psixologiyadagi mukammalshunoslik kesligiga giribdor bo'lgan edi. Mukammalshunoslik kesligiga giribdor bo'lganlar mukammallikni qo'g'lashamdi? Yo'q. Ular dal mukammalsizlikni qo'g'lashdi. Mukammalshunoslik bilan mukammallikni qo'g'lashish amaliyotda ikki narsa. Mukammallikni qo'g'lashish deganimiz o'zini ifodalash jarayonida o'zidagi kamchiliklarni bayqab, uzluksiz takommullashishni ko'rsatadi. Mukammalshunoslik bo'lsa, bir xil psixik kasalligi bo'lib, xatolik sodir qilishdan va mag'lub bo'lishdan, boshqalarning uning qilgan, yozgan va so'zlaganlarini yaratmay qilishdan ansirab, texi mukammal bo'lmadi deganni bahona qilib, ishlarni orqaga surish, choli qilish va qasddan davomlashtirmay voz kechishni ko'rsatadi. Natijada boshqalarning uningdan qusur tepishdan ziyoda andish qilganligi uchun o'zi boshqalardan qusur tepish orqali o'zini bazlaydi. Muallim keldi. Angla Ali, kishilar umrining ko'p qismini aqlliq bo'lish uchun emas, balki aqlliq ko'rinish uchun, kuchli bo'lish uchun emas, balki kuchli ko'rinish uchun, boy bo'lish uchun emas, balki boydek ko'rinish uchun, yaxshi odam bo'lish uchun emas, yaxshidek ko'rinish uchun sarf qiladi. Kishilar tarafidan do'd deb qaralishdan ansirash ularni haqiqiy do'dga aylantirib qo'ydi. Aqlliq bo'lish tirishchanlik ko'rsatishni, shundaqki bu jarayonda xatolik o'tkazishni talab qiladigan bir jarayon xolos. Aksicha aqlliq ko'rinish uchun bo'lsa, xatolik sodir qilmas uchun o'zi bilmaydigan narsalardan qechishga to'g'ri keladi. Aqlliq bo'lish uchun bilmaydiganni bilmak lozim. Bilmaganda o'zingni do'ddak his qilasan. Biroq bu hargizmi do'd ekanligidan darak bermaydi. Mana bu sen cho'qim bilish tegishlik hodisa. Ular aqlli kishi hammishni tez qila oladi deb o'ylaganlik uchun sabrsiz keladi. İşler qiyinlashganda bearam bo'ladi va o'ng'aylab voz kechadi. Tepishni xohlamaydi. Tug'ma aqlliq va tug'ma do'd degan gaplar faqat afsona xolos. Angla Ali, kimning aqlliq bo'lib tug'ilishi emas, balki kimning aqlliq bo'lib o'lishi odamning muvaffaqiyatini belgilaydi. Butun odam deganimiz ham do'd, ham aqlliq bo'la olgan kishidir. Hamma odam do'd deb otlishdan qo'rqsa, sen qo'rqma. Hamma odam rasmlarni sasizishdan qo'rqsa, sen qo'rqma. Qara, opsi bilan bolalar bog'chasiga tunji kirgan bu bola boshqa bolalar tarafidan sizilib, tomga esilgan bir rasmni ko'rsatib, "Bu sat rasmni kim sizdi?" deb so'radi. Uning ko'nglida nima demoqchi ekanligini bilib qolgan muallim kulib turib, "Bu yerda rasmlarni sasizishga ruxsat qilindi" deb javob berdi. Buni anglagan bola xotirjam bo'ldi va bog'chada xushallik bilan qoldi. Hayatında resimlerini sessizishga, kishilar oldida jiddiylashishga, she'rlarni nachar yashashga, o'ylaringning ancha-muncha qalayimqon bo'lishiga va ba'zi kishilarning seni yoqtirmasligiga tamamen ruxsat qilindi. Qilgan xatoliklaringni o'zingga salohiyat qilib olma. Qilgan ishing mag'lub bo'lish mumkin.
Biroq sen mangu mag'lubiyatchi hisoblanmaysan. Tuyuqsiz bir qitim bir qop mixni yerga to'kib etganda opam bilan bo'lgan oddiy bir dialog yodimga keldi. Men rostli bir kalampay ekanman, dedim men. Mix to'kilib ketsa undoq demaymiz balam, dedi opam. Amsi nim deymiz? Mix to'kilib ketdi, tervitay deymiz. Çaqmaq soqqan gül. Her qitim üstün atuş, Aqtaş qabristonligidan o'tganimda ixtiyorsiz cho'ng onamni eslab qolganimdek, bu qahvaxonning oldidimi qozoq qizi Janarni eslamay o'tolmayman. U kuni kash kutkuchiga 50%lik pushirilgan kalibishini akilib berishni buyurdi. Janar intayin chiroyli ko'ylak kiyib olgan edi. Qizlar odatda o'g'illarning diqqatini tortish uchun emas, boshqa qizlarning diqqatini tortish uchunmi chiroyli yasaladi. Erlar odatda ayollarning kiyimlariga bek diqqat qilib ketmaydi. Chunki ular ayollarni doim kiyimsiz tasavvur qiladi. Janar bo'lsa shunchalik go'zal va latofatli qiz edi. Har qanday bir erning uning oldida hissiyotini yo'shirishi haqiqatan qiyin edi. Men uning sirtida emas. Ba'zida ko'zga daqiqalik qarash va yanfunda yo'llangan oddiy bir uchurlarmi bizni hissiyot dengiziga g'arq qilib etadi. Suv to'smasida kichikli bir yuchiq paydo bo'ldimi, butun suv ombiri vayron bo'ladi. Tuyuqsiz Burgis asarlaridagi men sevgimning sadoqatmanligini o'ylab xush bo'layotganda, u aldirash holda meni aldayotdi degan jumlasi esimga keldi. Mana mushundaq paytlarga taqabul turish uchun o'zimni qanday kontrol qilishni o'rgandim. Meni qanday qish bilan izlab qoldingiz? deb so'rdi. Qo'sh qutbli hissiyot parchalanish kasaliga giribtor bo'lganimga uzun bo'ldi. Biroq bu kasaldan saqayg'im yo'q. Saqaysam rasmlarni bundoq sizolmayman, dedi Janar va yanfonidagi o'zi sizgan bir necha maybo'yoq rasmlarni ko'rsatdi. Amaliyotda siz allabirun saqayib bo'psiz. Biroq men o'zimni benormalda his qilaman. Bundoq bo'lmasligim kerakdi deb o'ylayman. Men sizga bir yumor aytib beray. Bir kuni bir muxbir ruhiy kasalliklar doktorxonasiga ziyoratga beribdi. Ishikdan kirishiga bir bemorning tamg'i quliqini ching chaplab, berilib, nimanidir tingshayotganligini ko'ribdi va qiziqib, u tamni tingshab yiqibdi. Lekin hech narsa anglamadi. Ajablangan bu muxbir bemordan: "Men hech narsa anglayolmadim-ku?" deb so'rabdi. Bemor doktorga: "Men bu tingshayotgani 8 yil bo'ldi. Hech narsa anglayolmayapman" deb javob beribdi. Janar kulib ketdi. Qanday kulishni unutib qolgan og'zi texi kulishdan mahrum qolmaganligini his qildi. Xuddi o'sha yumordagi bemorga o'xshash, aslida ovozi yo'q damlardan cho'qim bir narsa anglashim kerak edi. Biroq anglayolmayapman deb azoblangandek, kishilar qandaydir normal hayot, normal odam, baxtli turmush degandek uqumlarni kashf qilib, men ashundoq bo'lishim kerak deb azoblanib yuradi. Janar intayin tez holda o'zining kichik vaqtida qo'shnisi tarafidan doim badallarni silashga uchraydiganligini aytib berdi. Amaliyotda ko'pincha qizlar kichik vaqtida Janarga o'xshash o'zi taniydigan va ishonadigan kishilar tarafidan pastkashlikka uchraydi. Garchi o'zi ziyonkashlikka uchrag'uchi bo'lsa-mu, o'zini jinoyatchidek his qiladi. Natijada xatolik o'tkazdim deb o'ylab, o'zini to'van ko'rish psixikasi shakllandi. Texmi nachar bo'lg'ini boshqalarning muhabbatiga erishishga arzimayman, cho'qim badal to'lashim kerak deb o'ylaydi. O'ziga yaqinlashgan kishilarni ongsiz holda qasdan bezor qilish orqali o'zidan jiroqlashtirdi. Ondan azoblanadi. Bu azoblardan vaysaydi, biroq ongsiz huzurlandi. Bir qitim azor yegan yurak keyin ehtiyot bilan so'qadigan bo'lib qoladi. Bir qitim chaqmoq ko'rib qolgan gulning ikkinchi qitim echilmoqi
paski to'xtaydi. Muallim keldi. Javobiy shaxmat bo'lgan tepishmoqni aytganda, tilga ilishqa bo'lmaydigan birdan-bir so'z shaxmatdir. Muhabbatdan ayrilsa, hech nimaga aylanib qoladigan bu hayotda, muhabbat qancha oz tilga ilingan sari shuncha go'zal bo'ladi. Ey gul, kim sana muhabbat quyosh nuriga amroq dedi? Ushqun qarang'uga oshiq bo'lgandek, u qarang'uni istaydi. Qoidalarga bo'ysunmaydi. Uningga ota-bovullaringdan qolgan miros duolar emas, sen diqqat qilmaganda qalbingdan tushib qolgan mungluq notalardan tuzilgan shaxsiy duolaring orqali erishsan. U aql bilan azaldan chiqisholmaydi. Iskandarning eti buzvalisga o'xshash yomg'ir kabi yog'dirilgan o'qlarga qaramay aldığı meneverdi. Muhabbatdan zaricha yuqumlanmagan ahmaq shoirlarning muhabbat yaxshi deyishlariga quloq solma. U yaxshi emas, balki shaxsiyatchi. Hatto razil keladi. Padişah Davud Ilyamning qizi Bathshebaga erishish uchun uning eri, shundaqla o'zining eng sodiq jangchisi Yoriyani oldingi safga avatib o'ldirgan emasmi? Ey gül, muhabbat tushunishga va tushuntirishga muhtoj emas. Qancha tushunishga uringan sari uni shuncha majruh qilib qo'ysan. Malika Sahik Eros bilan to'y qilganda, eri uningga sening har qanday talabingni o'rindayman. Sendan kutadigan birli talabim bor. Chiroyimga mangu qarmaysan, dedi. Bir mezgil baxt ilkida yashagan Malika to'y qilgan odamining yilon bo'lib qolishidan ansirab, bir kuni kash sham nurida erining chiroyiga qaradi. Halbuki Eros intayin go'zal ham kelishgan edi. Hargizmi 140 qarg'u xotini bor, chiroyi badbashira, yolg'on avliyo hakimga o'xshamaydi. Gumon, tashvish Malikani muhabbat ilohidan mahrum qildi. Ey gul, tuproqlaringdan gumonlanma. Saskanma. Uning badbo'y bo'lishi seni go'zal qilish uchun emasmi? Ey gul, sening ojiz bo'lish imtiyozing bor. Biroq uni ojizlashtirish huquqing yo'q. Kichik eriqlarning sendan yuz o'rishidan ansirma. Shu tufayli yomg'ir bilan uchirsan. Yo'qotishlardan ansirma. Odam faqat azaldan erishib baxmagan narsalarni yo'qotadi. Ey gul, dushmanim borkan deb ma'yuslanma. Shu tufayli do'stlaringni topsan, yana topsan. Ay nuri kech kunduz, qish yoz echilib turgan bir gulga dedi. Ey gul, sen shuncha zaman echilib tursangmi, hasal harsi kammidi? Charchimidingmi? Gul javoban: Bilaman. Balkim hasal haralari mangu kammasligi mumkin. Biroq echilib turmasam, cho'qim qurib o'lib ketaman. Shunlashqa men burunqidek va keyingidek mangu echilib turishni tanladim, deb javob berdi. Jamoat va an'ana. Xotan shahri Qaraqosh nohiyasidagi bir o'rta maktab maydonida so'zlagan bir qitimliq nutqimda bir o'quvchidan daraxtni yigil bo'lamdi deb so'rgan edim. Yo'q deb javob berdi u. Sen daraxtni yab baqqanmi? Yo'q. Undaqda daraxtni yigil bo'lmaydiganligini qanday bilding? Hammaylar paraqida kulishib ketdi.
Gerçi savolga javob berolmagan bo'lsa-mu, uning javobi intayin aniq. Ya'ni u atrofidagi hech kimning daraxtni yeganligini ko'rmagan. Orqadan men uningga "Sen avval daraxtni yeb-ku. Agar rostli yigili bo'lmasa, nemishqa yigili bo'lmaydiganligini tepib chiq. Agar ba'zi qismlarini yigili bo'lsa, shu qismini ayirib chiq. Kim biladi, uningdan hech kim texi bayqab baxmagan dori kashf qilib qolamsan. Mana bu sening maktabda o'qishingning bir sababi." Uyg'urlar odatda bir-biri bilan xo'shlashish uchun oz deganda 4 qitim ma'qul emasa deyishidi. Bir qitim xo'sh deyishga tegishli ishqa takror 4 qitim deyishga majbur bo'ladi. Buni odamiylik, axloq yoki an'ana degandan ko'ra bir-biriga yaxshi ko'rinish uchun elib berilgan vaqt isrofchiligi deyishga bo'ladi. Chunki 1 million Uyg'ur mushi bo'yicha xushlashganda taxminan 60 yil vaqt isrof qiladi. 60 yil bir odamning umri hisoblanadi. Nurg'un vaqtlarda an'anadan iborat podshoh to'niga o'rnib olgan ko'plagan isrofchilik va bema'niliklarni kishilar bilib turib davomlashtirdi. Chunki ular an'anadan chiqib ketgan odam degan nomga qilishni xohlamaydi. Garchi nurg'un an'analar allburun rolini yo'qotgan bo'lsa-mu, hatto kishilarning vaqti, taraqqiyoti va salomatligiga ziyon yetkazsa-mu, kishilar nemishqa degan savolni so'ramasdan uning uchun davomli badal to'laydi. Qadimki Yaponiyada Mayukage deb atalgan bir danglik ibodatxona bo'lib, bosh ustozning yaxshi ko'radigan bir mushki bor ekan. Har qitim ibodat qilganda va shogirdlarga ilm berganda bu mushkni hamisha endi ilib yuraydi. Bir kuni atdigan ustoz o'lib qoldi. O'rniga uning eng cho'ng shogirdi varislik qildi. Boshqa shogirdlar yangi ustozdan mushkni qanday bir taraf qilishni so'raganda, cho'ng shogird o'lib ketgan ustozning hurmati va doim yod etib turish uchun mushkni davomli ibodatxonada elib yurishni qaror qildi. Vaqtning o'tishiga ergishib u mushkmi o'lib qoldi. Mushkka ko'nib qolgan shogirdlar boshqa bir mushkni uning o'rniga qo'yib qo'yibdi. Har qitimliq ibodat va darslarga bir mushkning qatnashganligini anglagan boshqa ibodatxonadagilarmi ularni do'rab tushma-tushdan mushk beqirilishga boshlabdi. Vaqtning o'tishiga ergishib bu ibodatxonning dangliq bo'lishi dal mushk bo'lganlikdan deb qaralibdi. Hatto Budda dinidagi Zin mazhabida mushkning muhim rol o'ynaydiganligi to'g'risida nazariyalar bo'ldi. To'p-to'g'ri bir asrdan keyin ibodatxonaga yangidan kelgan bir iste'dodli ustozga mushuk reaksiya qilganligi tufayli ibodatxondan barliq mushuklarni chiqarib etishni buyuribdi. Buningdan qattiq cho'chigan barliq rohiblar bu qarorga qattiq qarshi chiqibdi. Ustoz agar mushuklar chiqib ketmasa o'zining ketirganligini aytibdi. Natijada u ibodatxondan mushuklar chiqarib etilibdi. Gerçi mushuklar bo'lmasa-mu, bilimlik ustozning yetakchiligida bu ibodatxonning texmidan chiqibdi. Mushuklardan to'limi zerikib turgan boshqa ibodatxonlarmi orqa-orqadan mushuklarni chiqarib etishga boshlabdi. Har qanday bir jamiyatda buningga o'xshash mushuklarni doim uchratib turamiz. Jamoat deb atilgan kishilar to'pi bizga va o'zlariga mushukning muhimligini ta'kidlaydi. Biroq nemishqa muhim degan savolni so'rab ko'rmaydi. Chunki ular o'zlari buni bilmaydi. Bundaqda biz jamoatdan ayrilib yashashimiz kerakmi? Muallim keldi. Angla Ali, sen yalğız tug'ulding, yalğız o'lasan. Biroq yashash jarayonida boshqalar bilan birga yashaysan. Jamoat bo'lsa, xalq sifatida seni qo'g'daydigan bir qalqon. Uningga tayinib hayot kechirsan. Sen bilan birga yashagan, birga o'rgangan va o'rgatganlarni chuqur hurmatla. Xushallik va qayg'usini boshqalar bilan o'rtaqlasha olmagan kishi o'zining ortiqchiligi va kamchiligini bilolmaydi. Xalqdan ayrilsang, tizli o'chsan. Lavildab kuyayotgan bu o'choqqa qara. Xalqan bir cho'g'ni uningdan ayirib etsang, tizli o'chib qoladi. Biroq doim hamma odamni xushal qilaman deb yurma. Bu hargizmi sening ularga bo'lgan muhabbatingning kuchli bo'lishi emas, balki o'zingga bo'lgan muhabbatning ojiz ekanligining ifodasi. Odam bir bo'lsa jamoatni do'raydi, bir bo'lsa jamoatga o'ch bo'lib qoladi. Sen ikkilisidan faqat bo'l. Ahmoqlarning soni ko'p bo'lganlik uchun ularga agatsang bo'lmaydi. Shundaqla boshqalar sana o'xshamaganlik uchun o'ch bo'lib qolsangmi bo'lmaydi.
Hamma odam rostganlik uchunla rost o'xshaydi deb agishiverma. Faqat ko'z ko'rmaydigan qori kishilarla angla, oldimizda yo'ruqliq bor o'xshaydi. Hamma odamning shundoq deganini angladim deydi. Mavqasi bor, maydoni bor, mazmuni bor odam bo'ldi. Odamlar orasidagi seni yaxshilay oladigan va sen yaxshilay oladigan kishilar bilan birga yasha. Odam boshqalarni yaxshilash jarayonida o'zi yaxshilandi. Xalqning madiyalarini va chavaklarini qabul qilsang va huzurlansang bo'ladi. Biroq maqtashlarni va chavaklarni hayotingning o'zuqi qilib olma. Ba'zida ikkimizla bir-birimizga jamoat bo'la olamiz. Agar barliq gaplarni birli jumlaga aylantirishni talab qilsang, men sana jamoat bilan birga yasha, biroq jamoatga aylanib qolma deb javob beraman. Do'st va do'stlik. Men o'qigan xeyli ko'p asarlarda do'st degan bu so'z qo'sh tirnoq yoki qo'sh bash ichiga elinib yoziladi. Bundoq bo'lishi do'st degan so'zni kinoya shaklda ifodalash va yoki dushman sifatida tasvirlash bo'lsa kerak. Tarixda do'stlik orqali yaratilgan shonliq qalblarni, shundaqla do'stlik tufayli uchirgan rayimsiz tragediyalarni doim anglab turamiz. Do'st degan so'z Uyg'ur tiliga farschadan kirgan bo'lib, ko'ngli yaqin kishi va so'ygini degan ma'nolarga keladi. Do'stim Abdushukur bir qitim og'ina degan so'z bo'lsa, og'a va ini degan ikki so'zdan tuzilganligini deb bergan edi. Bu nuqtadan elib aytganda do'stlik bo'lsa, yoshning, vaqtning, makon va zamonning cheklamasiga uchirmaydi. 100 yil, hatto 1000 yil ilgirki kishilarni do'st tutishga tamoman bo'ladi. Shvetsiya shahzodasi Charles II yalangtosh faylasuf Diogenesni do'st tutgan emasmi? Balliq davrimizda do'stga eng muhtoj bo'lgan vaqt dal o'yin o'ynaydigan vaqtlar. Mahalladagi bolalar bilan mo'ka-mo'kalan o'ynashni nihoyat yaxshi ko'ratdim. Bu intayin qiziqarli o'yin edi. Bu o'yinda boshqalar seni topamasa, yangicha hisoblanadi. Cho'ng bo'lgandim shu. Kim seni topamasa, hayot o'yinida yangan hisoblansa. Balliq chaqlarimizda xushallik uchun do'stga muhtoj bo'lsa, cho'ng bo'lgan sari muhtojlik, yolg'izlik, qiyinchilik, hatto manfaatmi odamlarni bir-biri bilan do'st qilib qo'ydi. Hatto o'rtaq gunohkorlik tuyg'usimi ishlarni bir-biriga bog'lab etdi. Meningmi men bilan taqdirdosh va qarindosh bo'lib yashayotgan do'stlarim bor. Ularni yaxshi ko'raman. Ularningmi meni yaxshi ko'radiganligiga ishonishni xohlayman. Gerçi do'st bo'lsaqmi, oshkora va yo'shirin holda o'zaro raqobat va hasadlardan xoli bo'lolmaymiz. O'xshash yosh, o'xshash jins, o'xshash makon bo'libmi, o'xshash kasbga ega bo'lgan do'stlar orasida surkilish texmi ko'p bo'ladi. Chunki faqat o'xshash yo'ldagilar bir-biri bilan do'qirishib qoladi. Erlar ayollarni kallasidan chiqarib etish uchun ularga erishmoqchi bo'ladi. Do'stlarni hasad qilmas uchun bir-birini yemoqchi bo'ladi yoki do'stining yengilishini ko'rishni orzu qiladi. Bo'libmi erlarning xushalligi boshqalarni yengishlar emas. Muhimi ularning yengilgan holatini ko'rishdan keladi. Do'stlarda bu xil ahvollarning bo'lishi intayin tabiiy. Bu ansirab ketgudek ish emas. Lekin haqiqiy xatar bo'lsa, do'stlik niqobini kiyilib, o'z do'stlariga va qarindoshlariga ziyonkashlik qilishga urinadigan ashu kishilardan keladi. Bu haqiqatni tushungan Voltaire ayni davrda Tangrim, do'stlarimdan panoh tilayman. Dushmanlarimga o'zim bor deb duo qilgan edi. Kafka o'z asarlarini saqlab qolish uchun ularni do'stiga topshirib, asarlarimni kuydirib degan edi. Chunki Kafka do'stining uningga sotqunlik qiladiganligini, nima desa uning aksini qildiganligini biladi. Hayotdagi eng cho'ng xatolik bo'lsa, men uningga yaxshilik qilgan edim. Shunga u kunlarning birida menga javob qaytardi deb uningga ishonch bog'lashdir. Ba'zida boshqalarga qilgan yaxshilik ularda besim, hatto o'chmanlik paydo qilib qo'yishi mumkin. Boshqalarga yaxshilik qilish to'g'ri, biroq doim qilgan yaxshilikka javob qaytishini kutish va ishonch bog'lash bo'lsa xato.
Afrikaliklarda suv ustiga qarab oqqan bo'lsa, yaxshilikqa javob qaytibdi deb bellaydigan maqol tamsili bor. Suv qandoqmi ustiga qarab oqsin? Meningcha do'stga yoki qarindoshga yaxshilik qila olganimizning o'zila bizga yetarli javob qaytganlik bo'ladi. Bu hech bo'lmaganda bizning yaxshilik qilish iqtidorimizning borligini isbotlaydi. Biz do'stlarimizdan ayrilamaymiz, biroq xotirjam birlikda yashayolmaymiz. Mana mushundaq tengirqash va andikishlar ishida muallimdan do'stlik to'g'risida so'zlab berishni o'tindim. Muallim keldi. Birovga hukm qilib bo'lgandan keyin do'st bo'l. Do'st bo'lib bo'lgandan keyin hukm qilma. Agar birov sen bilan do'st bo'lishning foydasi tekkanlik uchun do'stlashgan bo'lsa, o'xshashda sendan ayrilishning foydasi tekkan hamon g'oyib bo'ladi. Do'stingdan kelgan xatar tabiiy ofatdan natchasi yomon bo'ladi. O't ofati va kalkun qatorliqlar yaqinlashgan sari aniq ko'rindi. Do'stingdan kelgan ofat bo'lsa, yaqinlashgan sari yushurun holatga o'tadi. Uningga do'st deb hukm qilgan shu kundan boshlab ishansang bo'ladi. Ular tarafidan oldinib qilishdan qo'rqib yurma. Oldinib qilishdan hamish qo'rqib yuradigan kishilar o'zi boshqalarga uni qandoq aldashni uyutadi. Faqat do'stingga va so'yginingga deyishga bo'ladigan gaplar bor. Ba'zi sirlarni ularga deb bersang bo'ladi. Sirlari qancha ko'p odam o'zini shuncha yolg'iz his qiladi. Hamma odam ishonish bilan hech kim ishonmaslik o'xshash bir xatolik. Oldinqisi gudaklik, keyingisi qo'rqinchoqlik. Ba'zilar o'ziga ishonmaganlik tufayli hech kim ishonmaydi. Natijada do'st tutishdan qo'rqib, yolg'izlikni tanlab oladi. Butun umrini dengizda o'tkazgan bu matrosni Baturkan deb qolma. Amaliyoti u quruqlikdan qo'rqish kesli giribdor bo'lgan. Ba'zi chaqlarda do'stsizmi yolg'iz yashay oladigan bo'l. Biroq bir umr yolg'iz yashashni fazilat deb qolma. Doim seni qoyil qilishga tirishadigan do'stlardan yiroq tur. Doim yo'l ko'rsatadigan do'stlardan yiroq tur. Doim seni besish orqali o'zini ko'taradigan do'stlardan yiroq tur. Ular men sendan yaxshi demakchi bo'ladi. Do'stlaring bilan bak ko'p vaqtingni birga o'tkazma. Undaq bo'lmaganda keyin xohlamasangmi birga yurishga majbur bo'lasan. Xuddi Formandiyan davlatining podshohi ayni davrda İskenderga taslim bo'lib, o'z davlatining bir qism yerlarini uningga berishni xohlaydiganligini aytganda, İskender kaskinlik bilan "Men bu yerga sen berganni olg'il emas, balki men elib eshib qolganini sen qoldirg'u keldim" deganiga o'xshash, senmi do'stlaringga ayt. Do'stligimizdan eshib qolgan vaqtni o'z oilamizga emas, balki avval oilamizga berib, eshib qolgan vaqtlarni do'stligimizga beraylik. Harakat so'zlaydi. Bas munozara qizib ketganlikdan kashkirgini sezmay qoldik. Sezsakmi chiroq yuritishni unutib qoldik. Do'stim Hafiz tükürüklarini chachratgan holda qo'llarini shavqin so'rallarga dirijorlik qilayotgandek qalaymaqan pullanishib, gapini takrorlayotdi. Odam axloqli bo'lishi kerak. Bu so'zni har qatim takrorlaganda uning chiroyida mamnunlik va muvaffaqiyat tuyg'usi chiqib turadi. Uning bu so'ziga radiya berib, amaliyotda odam axloqli bo'lishi kerak degan so'zning o'zida bir xil bemanlik va saxtalik chiqib turdi. Oppoq varaqqa oq qalam bilan xat yozsa, qog'oz cho'qim ma'lum darajada maynat bo'ladi. Aslida axloqning simvoli bo'lgan odamni axloqli qilaman deyishning o'zila axloqsizlikka yetaklaydi. Axloq qandaqdir bo'lib berish orqali shakllanadigan dogma harakat bo'lmasdan, balki inson mohiyatini cho'nqur bilishdan shakllanadigan tabiiy hodisadir. Dunyo bilan o'zimiz bilan atrofimizdagi kishilar o'rtasidagi mohiyatlik munosabatni mundaq qilib aytganda, biz ular uchun kim, ular biz uchun kim deganlarni bilganda, ondan darhol axloqqa aylandi. Shuningdek, bilish bo'lmagan axloq saxta axloqdir, dedim men. Munoziramiz tаңatqucha davomlashgan bo'lsa-mu, Hafiz gapimga hech qoyil bo'lgandek emas edi. Hayotimizda yoki undaq, yoki bundaq sabablar tufayli kishilarni qoyil qilishga to'g'ri keldi. Biroq
ularni qoyil qilish uchun ishlatgan so'zlarimiz bo'lsa, ularning o'zini allburun qoyil qilib bo'lgan va ishindigan ko'z qarashlar tarafidan tepib chiqarildi. Mundaqcha aytganda, ularning kallasi bizning so'zlarimizga o'rin bermaydi. Hatto ularni qoyil qilmoqchi bo'lganimizga g'azablandi. Kundalik turmushda o'shiqcha bas munozara va talash tortishlardan o'zini tortishni oqilonlik deb qarayman. Bo'libmi, o'zimizning bilarmanligini va cho'ng ekanligimizni isbotlash uchun boshqalarni qoyil qilishga urinish, hatto nasihat qilish ahmoqonlik deb o'ylayman. Bas munozarada yengish uchun, ular muhimi yengilib qolmaslik uchun kishilar saxta paketlarni, yolg'on so'zlarni, hatto tahdid ishlatishdan uyalmaydi. Bas munozarada sen yengib olgan taqdirdami, ular yanala qoyil bo'lmaydi va ichida g'um saqlaydi. Zhuge jangda o'tirib urushda g'alaba qilish degan so'zni ko'p takrorlaydi. Bas munozarada kishilarni og'zaki yengish dal jangda o'tib urushda o'tirganlik bo'ladi. Chunki sen yengdim deb o'ylagan vaqtda sana g'um saqlaydigan va o'sh bo'lib ketadigan nurg'un ko'rinmas dushmanlaringni paydo qilib olasan. Bas munozarlardan voz kechish yoki qasdan o'tirib berish dal jangda o'tirib qo'yishda g'alaba qilganlik hisoblandi. Undaqda biz qoyil qilishga va o'zgartishga tegishli kishilarni qanday qoyil qilamiz? Muallim keldi. Burunning burnusida bir vazir bo'lib, podshohga 30 yil xizmat qilibdi. O'zining sodiqligi va samimiyligi bilan podshohning alohida azizlishi va hurmatlishiga erishibdi. Bu boshqa vazirlarning hasad qilishini keltirib chiqaribdi. Bu xil hasad tizla avval o'shmanlikka, ondan suiqasdga aylanibdi. Boshqa barliq vazirlar birlashib podshohga u vazirning to'xtamay yomon gapini qilishga boshlabdi. To'xtovsiz qilingan yolg'on yavdoq tuhmatlardan qaymoqib ketgan podshoh u oqko'ngil vazirdan ziyoda gumonlanish va ansirashga boshlabdi. Natijada 30 yil o'ziga sadoqatmanlik bilan xizmat qilgan oqko'ngil vazirni o'lim jazosiga buyuribdi. U vaqtlarda o'limga hukm qilinganlar podshohning ov itlar tarafidan talinib o'ltirildi ekan. Vazir o'limga hukm qilingan kuni podshohga: "Oliylari, menga eng oxir qitim 10 kun muhlat bersangiz, bu 10 kun ichida qarzlarimni to'lab olsam, boshqalarning saqlash uchun menga bergan omonatlarni qaytarib olsam, ayolim va bolalarimning ishlarini o'rlashtirib, ular bilan xo'shlashib olsam" deb yolvoribdi. Podshoh uning talbiga qo'shilibdi. Vaqtli qo'yib berilgan vazir darhol sultonning ov itlari qaraydigan odamga 100 oltin tilla berib, itlarni vazirning 10 kun beqishiga ruxsat qilishni so'rabdi. Itbaqar qo'shilibdi. Bu jarayonda vazir itlarni intan yaxshi beqibdi. Oldin yaxshi xabar olibdi. Hatto oxirgi kunlarda itlar uning qo'lidan yemaklik yeydigan holat kelibdi. Jazo ijro qilinish vaqti yetib kelib, vazir kangri maydonga tashlanibdi va itlar qo'yib berilibdi. Biroq o'ylamagan yerdan bu yavoyi ov itlari vazirni ko'rgan hamon tishlashning o'rniga uning yorillarini yalashga va erkalashga boshlabdi. Bu ishdan hayron has qolgan podshoh vazirdan itlarning uni nemish yemaydiganligini so'raganda, vazir oddiy qilib: "Men ularning holidan 10 kun xabar olgan edim" deb javob beribdi. Aqlli podshoh uning bu so'zidan: "Oliylari, sizning holingizdan 30 yil xabar oldim. Biroq oqibatda boshqalar tarafidan tuhmat uchrab o'limga hukm qilindim. Bu itlarning holidan 10 kun xabar elvidim, ular menga javob qaytardi. Siz o'zingiz baqqan mushu ov itlarchilikmi bo'la olmadingiz" degan ma'nolarni his qilibdi va vazirni burunqidimmi e'tiborlab ishlatishga boshlabdi. Angla Ali, haqiqat anglanmaydi, ko'rindi. Kishilarni qoyil qilish uchun so'zlash kifoya qilmaydi. Bas munozara seni lingir taq-taqqa o'xshash birdam ustiga, birdam ostiga yo'tkab o'ynaydi. Biroq hech qanday yerga opira olmaydi. Harakat va natija uningga o'xshamaydi. Ko'rganlar odamga hamma joyda mening qimmatim bor deb jar selib yurgan siri qimmatsiz ko'rinsan. Biroq hech kim harakating bilan munozirlashmaydi. Natijang o'zi so'zlaydi. Hatto oshiqing'imi uni naqadar suydiganligingni so'zlab yurma.
hareketleringdan o'zi anglab olsin. Xuddi Michelangelo kishilar tashlayotimiz deb jar solgan keraksiz toshdan dunyo hozir qadar tashlashni rad qilgan Davudni uyib chiqqandek. Xuddi yangi taxtga o'ltirgan sulton Amasiz Misrliklar doim put yuyish uchun ishlatgan mis dastin keyincha ular tavob qiladigan mis haykalni yasagandek. Farishta bir qo'shiq tomoqnimi og'ziga olg'idek madori qolmagan yashangan buvoyning siyoqiga kirib olib, Ibrohimni o'limga qoyil qilganga o'xshash faqat va faqat harakat va natija bilan so'zla. Kishilarni so'zlaring orqali emas, harakating orqali yaxshilikqa, taraqqiyotga boshla. Muhammad ayoliga ko'chat tikish aslida yaxshi bir ish-ku. Nemish kishilar mening ko'chat tikayli degan so'zimni anglamaydi deb qaqshab ketdi. Başqalar bilan ko'ring bo'lmasin. Avval o'zing taq chiqib ko'chat tikishga boshla. Ular agishidi, dedi ayoli. Uzun o'tmay qaqas tog'da turkumlab ko'chat tikayotgan kishilar paydo bo'ldi.